Orta ichidan bir vakuum bo'lgan. Sachi. Nima? Ya mexanik aka. Mexanika. Yilini ichida 13-ikkinchi pozitsiya. to'xtang akajon, bir minut, uzr. Hozir. O'zi 12 sentyabrdan yangi motor boshlaganda. 12 sentyabrdan boshlagan. O'sha yerdan bosib yuboringda, ana salonni ichini keyin. Ha, bo'ldi. Shu. Sarg'a yotdingiz bu. Bu ham vakuum bo'lgan. Ha, vakuum bo'lgan. Bu ishi ham. Karniz ham. Karniz lekin oldin bir anoq bo'lgan ekan. Sepilgan ekan oldin karniz. Oldin yaxshi turibdi, lekin narxni yaxshi turibdi. Yechib vakuum qilgan-da bu. Arqaga mashina bemalol sodat yuramiz. Kirgan bo'lgan. Endi xuddi sportchilar izib urmaylik. Nechta beramiz? Bor. 15 million ko'rasiz, 45 million naqd beramiz. Bu ishiga vakuum ham bor. Yana bir qiladi. Lekin arqa bagajni ko'rdim, puli yo'q. Yo'q. Ha, kirloy bor. Ikkita eshik vakuum bo'lgan. Oldi kirloy bor. Karniz oldin ham sepilgan, gravatik sepilgan. Yana salgina vakuumli joyi bor. Keyin bu eshikka, ildiy eshik ham vakuumli joyi bor. Endi chaqa chuqasi bor. Lekin ildiy arqasi yaxshi turibdi. Ha. Pulini 53 ga beraman deyapti. Ildiy kapotini ham bitta bosib yuboring-da. Ichini ko'rdim, ichiga zo'r turibdi. Kapot uchiga borgan 15 qani. O'z saltinga birdan ajraladi. Kapot uchiga 15 yutgangan to'lmaydi. Ko'rdingizmi? Mana unda ketgan. O'zi mana rextovka joylari ham bor ekan, bu yerdan ishlangan. Mana qarang, sizga. Perxot, ha? Perxot. Mana bu bilaman. Do'xshab. Buni voqea rextovka qilgan, kraska singan, mana qarang. Ha, vakuum qilgan Vakuum narsa. qilgan, kraska singan chunki petno qilib sepib qo'ygan. Shunday. O'zi birinchi vakuum qilib ko'rgan. Vakuum kraska singandan keyin uni petno qilib sepdi. Bo'lmasa bunday petnocha qilmaydi. Rextovkadan keyin bo'lgan, qarang. Agar rextovka qilmay sepgan bo'lsa, u boshqacha bo'ladi.